Abror Shovvoz qarsakiylar, marhamat. Abror, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Rahmat. Ko'rinishlaringiz yaxshi. Ko'z tegmasin. Imijingizda o'zgarishlar katta. Rahmat. Nimadir ish qilyapsizki, yaxshi topishni boshladingiz. Ya endi ishlar ketyapti, hammasi yaxshi-yu. Bugun ozgina to'g'risi nastroyeniyam yo'qroq. Sababi Nega kayfiyatingiz yo'q? o'tgan safar bojamni maqtab chiqdim, esizdami? Ha, o'zi so'ramoqchi edim. Yaxshimisiz? Bojangiz yaxshimi? Qo'ying shuni, eslamaylik bugun. Mana shu ko'rsatuvda eslamaylik. Nega endi bojangiz haqida har doim o'zingiz bizni eslamasa ham gapirardingiz? Yo'q, endi maqtaganimga u ko'tara olmadi maqtovni to'g'risi. Nima bo'ldi bojangizga? Nima xafa bo'lib qoldingiz bojangizga? Ishga o'tibdi yaqinda. Ya, odam ishlasa yaxshi-ku. To'g'rimi? Odam ishga kirsa xursand bo'lish kerak uning uchun. Bojangiz ishlayotgan bo'lsa, biz xursand bo'lamiz. Nimaga xafasiz? Qaytga ishga o'tganding? To'g'ri. Qayerga ishga kirdilar? Qaynonamning qo'liga ishga o'tib olgan. Qaynonangizning qo'lida. O'ng qo'li bo'lgan hozir o'zicha qaynonamning. Qaynonangiz nima ish qiladilar? Qaynonam shu qaynatammi shu miyasini zaharlash bilan band. Agar sizni bojangiz o'ng qo'li bo'lgan bo'lsa, siz chap qo'li bo'lib oling. Chap qo'li yo'q-da qaynonamni. Nima deganingiz? Yo, chap qo'li bor, chap qo'lida xotinim. Yo, aytmoqchimanki, ishga o'tib olgandek, xuddi hujjatlar topshirib, men nima ish qilsam, shu oqizmay, tomizmay, shu qaynonamga yetkazadi-da borib. Bo'ldi, tushundim. Qaynonangizga ishga kirib olgan, demak, ular hozirgi vaqtda quloqlik qilyapti kerak. Quloq bo'lib ishlayapti hozir. Bosh quloq. Shuning uchun ham siz hozir bojangizdan xafasiz. Juda xafaman to'g'risi. Lekin o'sha ichkilik ko'p ichardi-yu, bojam. O'sha ta'sir qilibdi. Yangi yildan keyin olib borib keldim Qashqadaryoga, bir o'qiydigan nima bor ekan joy. Bordik, kirgizib yubordim. Yo'q bo'lib ketdi-da, chiqdim, aytdim, bo'ldimi desam, ha, o'qitdim dedi. Necha yilga desam, 3 oyga dedi. Nimaga 3 oyga? Shuncha joydan ovora bo'lib keldik Toshkentdan. Bir 5 yilga o'qitmaysizmi shu ichkilik o'lgurdi desam, 3 oydan keyin kichkina boja to'y qilyapti-yu deydi. Aylan, shunga mo'ljallab turibman. Uni baribir davolab bo'lmas ekan, hozir bitta qo'shiq qilib kelganman to'g'risi. Men shu yuragimga og'ir botgani uchun bitta qo'shiq qildim. Agar eshitaman desangiz aytib beraman. Bajonidil, eshitamizmi? Tayyormiz? Marhamat, ket. Kostyumlarni yechyapsizmi? Kostyumni yechib aytiladigan qo'shiq. Bo'ldi. Men sizni tushundim. Marhamat, eshitamiz. Bojam sotdi, og'ir botdi, menimcha tomi ketyapti. Qaynonamga nimalar deb meni rosa yomonlayapti. İçermişmen bu kunimcha, bor pulimni yo'q qilguncha, yurarmishman Alfons bo'lib deb chestimga tegishyapti. Boja tutmasam, qara tutmasam, bitta yulaman qoshingni. Uyalay, badlik uyalay, bilamiz anavi o'ynashingni. Kreditga iPhone opti, bojam bloger bo'yapti. Shuncha g'ayner bachkanalar endi bildim qatdan chiqyapti. Like yig'yapti, kuldiryapti, o'zlaricha yorvoryapti. Bolalar mayli, qizlarichi bilgan yeyapti. Buvaley, vazir buvaley, hali rosa beraman dodingni. Uyalay, ozroq uyalay, ko'ramiz hali ahvolingni. Abror Shovvoz. O'xshabdi. Gap yo'q, keling yedirib qo'ying. Salomat bo'ling. Endi tushundim. Nimaga bunaqa bojangizdan xafa bo'lganingizni endi tushundim. Rostdan, men u ichkaniga ham xafa emasman, bloger bo'laman deb meni kuydilar. Sog' bo'ling. Abror Shovvoz qarsakiylar. Umidlar uzoq bo'lsin. Bayramdan muborak bo'lsin aziz do'stlar. Rahmat. Rahmat. Rahmat.